Xo'p, bosaverasiz. Assalomu alaykum, hurmatli Xalq banki mijozlari. Mana bugungi kunga 312 qaroriga asosan Respublikamiz Xalq banki tomonidan 2025-yil 28 fevralda 312 qaroriga asosan kredit berish yo'lga qo'yilgan. Bunga asosan shu asosiy Xalq bankida счет raqami bo'lgan mijozlarga 300 million so'mgacha kredit beramiz. Bunga asosiy 100 million so'mgacha bergan kreditimiz garovsiz. 300 milliongacha bo'lgani garovli hisobda beramiz. Bu boshqa bankdan hisob raqam ko'chirgan mijozlarga beramiz. Keyin agar u holatda to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, o'sha oilaviy tadbirkorlik bo'yicha kredit olib turib, o'sha o'z vaqtida ketamelar toza bo'lsa, qaytarilgan fuqarolarga beramiz. Bunda masalan 3 yilga beramiz, foiz 21% dan beramiz. Kichik tadbirkorlikni rivojlantirish uchun o'sha masalan baliqchilikni, quyonchilikni, chevarchilik yo'nalishlari bor. O'sha yo'nalishlar bo'yicha xohlovchilar bo'lsa beramiz. Sizga mana shu yo'nalish bo'yicha 300 dan bo'yicha olyapsizmi? Necha minut bo'ldi?